sizlar mana o'sha yeng o'rgatganim, chizganimdaka chiqibdimi? Ko'ringlar. Belbog'i bor. Oldilari kantli. Mana yeng deganim, ham yeng, ham baroq deganim, mana yengni ham yashirib turibdi mana ichida. Sekretni yengchasi bor, kichkinagina. O'zi aslida yeng qilmoqchi emas edim. Yengligiman, mana bu yoqlarim ochilib qoladi deyishdi. Shuning uchun ichidan yeng qildim. Juda ham chiroyli turdi. Mana qaranglar qizlar, buni yaqinda singillariga tikib bergandim, ayalari bilan. Endi opalariga, katta qizlariga tikyapman, klientimni. Chunki yoqib qopti fasoni. Keyin umuman bizda mavjud bo'lmagan inson uchun ham tikib beriladi mana u. Hali mavjud bo'lmagan. Bu ko'ylechani egasi balkim kimgadir hadya qilishar, lekin hali buni egasi yo'q. Ular sandiqqa olib qo'yapmiz deyishdilar mana. Ko'ringlar, orqalari ham juda ham chiroyli chiqqan. Mana har doim dvoka qilib tikib beryapman. Dvoka deganim ikkitali degani. Dvoka mana bunday dvoka emas. Ham bu, ham men bunaqa qilib. Endi mana shunisini videoga olyapman. Doim esimdan chiqib qoladi yoki shoshilib olib ketib qolishadi. Har doim tikib berganimda shunaqa diskechasini qo'shib tikib beryapman bularga bonus qilib. Juda ham chiroyli chiqyapti. Mana baho berib ketinglar, o'xshabdimi? Mana shu narsani noldan boshlab o'rgatib berishim mumkin sizlarga. Darslik qilib. Darsliklarimda ham bor albatta. Yangi qo'shilmoqchi bo'lganlar uchun yana o'rgatib beraman inshaalloh. Bizga qo'shilib podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Biz doim sizlarni manfaatinglarni ko'zlab videolar chiqaramiz.